Assalomu alaykum, Yakov House obunachilar. Ray Center Sherda to'yxona yonidamiz. Shu yerda 4 dona hovuzcha bor ekan. Şimdi ikkisi sotilgan, ikkisi qoldi. Yaqinlar o'ta darajada shokolad narxi oxirgacha ko'ringlar, narxini aytib o'taman. 50larni ko'rib tursa, panoramni aynola bilan qilingan. Korobka holatda yaqinlar. Korobka holatni plus tarafi hem arzon bo'ladi, hem üzerinde kadon qilib remont qilasizlar. Bu yerimiz dalan. Yaqinlarga sразу ko'rsatib o'ting. Fundament podushkalari armaturlar bilan qilingan, pishgan karush, xom karush olalar. Stoykalarni quyma qilib chiqarganlar. Bu yerimizning katta zal. Birinchi etaj plita, ikkinchi etaj og'och. Bu yerda yana lestnitsa hudud bo'ladi va bu yerda spalni. Standart proyekt. Bu yerimiz sanuzel. Va bu tarafda oshxona. Oshxonada ana bog' tarafga chiqadigan ozgina bir bog' hududi bor. 150 metr kvadrat uyni qurilishi o'zi zo'r qurilgan, katta olingan xonalari, ko'p yerlarini aytib o'tdim. Armaturlar, elektromontajlar ham qilingan, plitalar yana zo'r. Primoy egadan yaqinlar, eng asosiysi Primoy egadan Ray Centerdamiz. Yo'la bir adım bu yer, ikki tarafidan 19 yuriydi. Pastdagi nomerni qoldiraman, bemalol hazz etib sodalashaveringlar.